Alo, ha, Rahmatjon. Yaxshimisan? Ha, o'rtog'im, yaxshimisan? Tug'ilgan kuningni tabriklayman, yuzdaga chiqib yur. Men qaragin, o'rtoq, bugun tug'ilgan kunim. Telegramda ertalabdan beri kutyapman. Kimni tug'ilgan kuni bo'lsa, hammamiz yopirilib tabriklashardik. Umri uzoq bo'lsin, boshqa bo'lsin deb. Ha, to'g'ri. Bu ishxonami o'zi? Ishxona bo'lganda unaqa bo'lish kerak emas. Hammasi tabriklash kerak-da. Ha, xo'jayinning ham tug'ilgan kuni bugun ekan. Hammasi anu kim? Ha, Bahrom Mahmudovich. Bahrom Mahmudovich tabriklab yotibdi. Ha, rahbarimiz uni. Rahbarimizni. O'shani ham tug'ilgan kuni bugun mana bir kunga to'g'ri kelib qolibdi-da. Bahrom Mahmudovich tabriklayman. Bahrom Mahmudovich umringiz uzoq bo'lsin, martabangiz ulug' bo'lsin. Birontasi, ulug'bek do'stim, tug'ilgan kuningni tabriklayman deb aytmayapti-da. Ha, bo'ldi o'rtoq, hozir aytaman. Ha, bo'pti. Mana qara aytadigan bo'lsangiz, mana qara gapirgin. Mana o'rtoqlar bugun bizani ishxonamizni yuragi deb qo'y. Ishxonamizni yuragi. Ulug'bek do'stimiz ham tavallud topgan kuni. Buni ham biroq tabriklab qo'ysak, yuzlarga kirib yursin deb ashaqib aytib qo'ygan. Hammasi senga uyg'otib qo'ygan. Mana ham bu yoqda sherik borligini ham aytsin. O'ziga o'xshagan qora ishchilar borligini. Qo'l rahbarga paxta qo'yvermasdan. Ha, bo'ldi o'rtoq, hozir gapiraveraman. Kutib o'tiribman. Ya, hurmatli kollektiv, bugun Ulug'bek do'stimizni ham tavallud topgan kunlari yuzga kirib yursin. Ishxonamizning yuragi. Ulug'bekni qo'yibdilaring, hozir Bahrom Mahmudovich majlisdalar, gapimizni eshitmayaptilar. O'shaning uchun 100 mingdan 200 mingdan tez yig'inlarning chiroyli bitta padarka olib, bugun shu kunduzni o'zi topshirib yuboraylik. Xo'jayin xursand bo'lib qolsinlar. Menga qaralaring-a. Bu tabriklashimda sal o'ylab ish qilaring. Salla bilan ko'p ishlaydigan ishchi menman. Nuqul ham men Bahrom Mahmudovich umringiz uzoq bo'lsin. Bahrom Mahmudovich yuzga kiring. Nima biz yuzga kirmaylikmi? Bunda tabriklaring. Sallan tug'ilgan kuningda hammani qo'shib tabriklardik-ku. Bir ting ilmaysanlar, qanaqa odamsanlar? Faqat shu Bahrom Mahmudovga paxta qo'yinglar hamma. Pul yig'amizmi? O'zlari pul yig'aver. Mana bugun tug'ilgan kunim. Men bir ting pul bermayman. To'pladim. To'g'ri-ku. O'zimizning kollektiv. Ulug'bekdan pul olmaymiz, Bahrom Mahmudovichga chiroyli qilib sovg'ani o'zimiz yig'ib olib beramiz, keyin kechqurun hech kim kechikmasin, Ulug'bekning uyida o'tirish. Menga qaralaring, insoblaring bormi? Padarka bo'lsa, pul yig'ish bo'lsa Bahrom Mahmudovichga, lekin o'tirish, ovqatlanib kelish bo'lsa mehmonga Ulug'bekni kelganman. Kebalaring menga qo'lingni ko'rsatman. Tabriklashni bilmading, sovg'a berishni bilmaysan, qo'lingni ham ko'rsatma. O'sha Bahrom Mahmudovichning oldiga boringlaring. Ulug'bek o'ta gaping tez o'chirib, Bahrom Mahmudovich majlisdan chiqqanlar eshitgandirlar. Yo'q, endi eshitayotgandirlar ular. Yo'q-a? Ulug'bek aka, tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Bunaqa har xil gaplarni gapirib tashlamayman. Mayli, hammasi yaxshi bo'ladi, salomat bo'ling. Voy, ishdan ketdim-ku. Bahrom Mahmudovich, tabriklayman. Qarang, bir kunda tug'ilgan ekanmiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Men hazillashib mana qo'ydim. Bolalar bilan hazillashib qo'ydim. Bugun xudo xolasa, chiroyli sovg'alar bilan umringiz uzoq bo'lsin. Martabangiz ulug' bo'lsin bundan ham.